Assalomu alaykum hammaga. Bugun 11-fevral Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahrida asfaltning ostidan asfaltlar buzmasdan suv quvurini o'tkazish jarayoni 160 diametrli turbaga mo'ljallangan teshigimiz teshib o'tkazildi. 11 metrli shu suv quvurini o'tkazish uchun asfalt buzmasdan yerda ostiga teshib o'tkazdik. Asosiy yo'l bo'lgani uchun yo'lni buzmasdan, yo'lni to'smasdan yo'lni u yoqdan bu yoqqa teshib o'tkazildi. Mana shu joyga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda ham sheriklar bor, bu yoqda ham ish jarayonlari ketyapti. Gaz turbalari, suv turbalari, kanalizatsiya turbalari o'tkazish kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.